O'rtoqlar, men Bekoboddaman. Shu sovuqda zapravkada bitta akamiz ishlayaptilar. Eng katta orzungiz nima? Eng katta orzum o'g'lim tuzalib ketishi. U ukamiz 8 oydan beri reanimatsiyada yotibdi. Aka, Alloh izni bilan pullarimiz 120 million so'mdan oshdi. Mana shu akamning farzandi Abbosxon tuzalib ketish uchun men o'zimni shaxsiy avtomobilimni sotib, Alloh uchun ertadan peshkom yurishga roziman. O'rtoqlar, meni bu qarorimdan yaqinlarim qaytarmoqchi bo'lishdi, sababi Abbosxon ham, dadasi ham menga hech kim emas. O'rtoqlar, Alloh uchun ushbu mashinamiz sotildi. Sotilgan mashinamizning puli mana bu kartalarimizga yig'ilgan pullar. O'rtoqlar, bir haftadan beri Istanbuldamiz. Assalomu alaykum. Bilasizlar, Abbosxonni operatsiya qildirishga olib kelganmiz va ertaga operatsiya o'rtoqlar. Doktorlar boshida bizga ogohlantirgandi. Abbosxonni operatsiya qilish mumkin emas. Yangi qo'ygan pochkamiz ham atkaz qiladi, yashab ketmaydi degandi. Lekin biz Allohga ishonishda davom etdik. Biz birgalikda uddaladik. Allohga oson ekan. O'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar, Abbosxonni hozirgina Istanbuldan kutib oldik. Soppa-sog' sababchi bo'lganlarga, duo qilganlarga katta rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alhamdulillah, birgalikda bitta bolani yashab ketishida sababchi bo'ldik. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar. Videoga bitta like chani bosib qo'yasizlar.